Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi kunlarda mayda shoxli hayvonlarda tuyoq og'riq kasalliklari bo'yicha savollar kommentariyalarda juda ham ko'p. Ko'pchilik bu kasallikni yashil kasalligi deyapti, ya'ni oqsil kasalligi. Bu aslida u kasallik emas, ya'ni yumshoq muskul to'qimalarida shunchaki yallig'lanishi. Buni oqsildan farqi, oqsil kasalligida asosan birinchi klinik belgi bu temperaturaning chiqishi hamda og'izda eroziyali yaralar paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu kasallik yumshoq muskul to'qimani yallig'lanishi hisoblanadi. Bunda eng yaxshi ishlaydigan antibiotiklar bular. Bistrofen antibiotik. Mazkur preparatlar, ya'ni pensilin, streptomycin tarkibli antibiotiklar bular hammasi, ya'ni penistrep bo'ladimi, peripronik bo'ladimi, bistrofenmi, bular hammasi maxsus холодный rejimda, ya'ni 2 gradusdan 8 gradusgacha bo'lgan holatda saqlanish kerak bo'ladi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, navbatdagi videolarda mazkur preparatlarni qay tartibda va necha kun oralig'ida ishlatish haqida videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshi va eng sifatlisini beramiz. Salomat.